Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana bugun sizlar bilan karam ko'chatlarini undirish haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz do'stlar. Videomizni kuzatib boring. Mutaxassisimizdan to'liq javob olamiz. Mana hozir karam ko'chatini qanday qilib to'g'ri yetishtirish to'g'risida sizlarga video tayyorlayapmiz. Buning uchun albatta bizning kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'ysalaringiz juda ham xursand bo'lamiz do'stlar. Videomizni boshlaymiz. Bugungi videoda karam ko'chatlarini noldan yetishtirishni o'rganamiz. Bunda karam ko'chatlarini qanday qilsa sog'lom bo'ladi va karam ko'chatlarini qayerdan olamiz, qanday yetishtiriladi, qanday dalaga ko'chiriladi, mana shular haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz do'stlar. Agar videomizni oxirigacha ko'rsangiz, qanday qilib karam ko'chatlarini sifatli qilib yetishtirish haqida ma'lumotlarga ega bo'lasizlar do'stlar. Assalomu alaykum Said aka. Yaxshimisiz, zo'rmisiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Xudoga shukr, o'zingiz yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Mana aziz do'stlar, mana dehqonimiz, mutaxassisimiz karam yetishtirish bo'yicha sizlarga to'liq ma'lumotni beradi. Avvalambor o'zingizni tanishtirsangiz. Biz shu Surxondaryo viloyati Angor tumanida istiqomat qilamiz. Ilg'or mahallasi. Ishimiz shu ko'chatchilik, keyin shu mahsulotlarni yetishtirish. Daramadimiz shu. Bu endi hozirgi kunda Saidul aka, buni qaysi navlari qimmatroq sotiladi yoki bo'lmasa qaysi birlari eksport bo'ladi, o'shalar haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Endi hozirgi kunda shu respublikada eng ko'p ekilayotgan shu naxos. Sakata firmasiniki. Hozirgi kunda keyin Gonga degan Siginta firmaning broklilari ham yaxshi effekt hosil berib boshladi. Endi eng ommalashgani shu naxos. Ana shu naxos navi bu gulkaram, nima? Brokli karam ko'chatlari. Yaxshi. Buni qanday yetishtirsa bo'ladi? Bir obunachilarimizga shu haqida bir to'liqroq ma'lumot bersangiz. Buni endi har xil usulda yetishtiriladi. Dehqonlarimiz har xil usulda yetishtiradi. Biz asosan shu kasetaga biogomosda tayyorlaymiz. Yerga ham yetishtiriladi. Endi yerga yetishtirilgandan ko'ra bular ham sifatliroq, unuvchanligi ham yaxshi, yerga nisbatan nima xatoliklari ham kam bo'ladi. Ana endi kasetaga qilganda necha foiz ko'karadi, yerga qilganda necha foiz mana shu sog'lom ko'chat olish mumkin? Endi kasetada 90% dan oshiqroq sifatli ko'chat olsa bo'ladi. Yerdagidan bir 15% ortiqroq chiqadi. Nima kasetada 15-20% gacha. Agar yerda ham yaxshi ishlab bera olsa, agar bironta agrotexnikasini xato qilib qo'yadigan bo'lsa, u juda keyin xatoliklar ko'payadi. Demak, bu yerda yerga ekkanda xatoliklardan bittasi mana bu karam ko'chatni sug'urib olayotganda ko'chatning yarim tomiri yerda qolib ketadi, to'g'rimi? Ildizlar yerda qolib ketadi. Bularda mana qarang. Mana bunda mana shunday kiyib ko'tarsangiz mana aka. Mana aka. Bunda ham to'liq ko'karish bo'ladi-da asosan. Mana bu yaqinlashtirib keyin qan? Ildizi bilan mana qarang. Bu yerda bo'ladigan bo'lsa, ildizni o'zi keladi. Bunda mana biogomosda o'zi bilan keladi. Mana azizlar qarang. Biogomosga bo'lgan oppoq tomirlar mana 100% tomir o'zi bilan kelyapti. Ko'rsatsa mana aka. Buni bemalol respublikaning barcha hududiga shuni yetkazib bersa bo'ladi. Mana shu usulda tayyorlangan ko'chatlarni. Demak, bu transportirovka qilishga ham juda ham yaxshi. Shunday. Barcha viloyatlarga bemalol jo'natib bersa bo'ladi. Lekin yerga qilingan ko'chatlar bo'lsa, u yaqin atrofga bo'lsa qilsa bo'ladi. Undan olis yerlarga chiqarib bo'lmaydi buni. Mana do'stlar, qarangizlar buni. Mana shunday qilib dalalarda ham ko'tarib yursa bemalol bo'lar ekan mana aka. Hech qanday muammo tug'dirmaydi. Mana bu ko'chatlarimiz ham tayyor bo'lganiga bir 10 kun bo'lgan. Endi yerning tayyor bo'lmaganligi evaziga bu yerda turibdi. Bo'lmasa bir 10 kun oldin tayyor bo'lgan bu ko'chatlar. Endi Saidul aka buni yetishtirishda asosan nimalarga e'tibor berish kerak? Masalan, tuprog'ini qanday tayyorlaysiz? Urug'larni qanday tayyorlaysiz? Asosan endi biogomosga ehtiyot bo'lish kerak. Asosan shu sifatli biogomoslar. Agar biogomos yaxshi nima ishlov berilmagan bo'lsa, nimalar ko'karmaydi keyin.
ko'karish yaxshi bo'ladi. yaxshi bo'lmaydi. Aha. Asosan shu biogomusga juda e'tiborli bo'lish kerak. Keyin ba'zilar biogomusga tuproq qo'shadi. Bunga tuproq shart emas. Sabab? Tuproq qo'shiladigan bo'lsa, keyin mana bu kasetaga yopishadi. Yopishgandan keyin yarmi nimada kasetada qolib ketadi. Olinishi qiyin bo'ladi. Shunday bo'ladi. Demak, bu 100% biogomusga bo'lgan 100% biogomusga bo'lgan bironta ko'chatlar. boshqa aralashmalar. Ana endi siz obunachilarimizga ma'lumot bering. Yozda qanday tayyorlanadi va bahor, qishlarda, kuzlarda qanday tayyorlanadi ko'chatlar? Endi yoz fasliga bo'ladigan bo'lsa, hozir bu endi qishki, demak fevral oyida urug' tashlangan bularga. Mana bu do'galar, ustiga salafon yopiladi. Qishki nimalar. Issiqlik shart emas bu. Yo'q, o'zi quyosh issig'i endi Surxondaryoda yetadi. Endi boshqa viloyatlarni bilmayman. O'zimiz Surxondaryoda shu mayda do'gan o'ziga ham bemalol qilsa bo'ladi. Agar yozga qilinadigan bo'lsa, usti soya qilinadi. Soya qilinadi. Issiqlikni qaytarish kerak. Keyin men yana bir ikki joyda ko'rgandim, ustiga bo'z tortilgan, ha? Ko'karib olguncha tortiladi. Endi buni xudo xolasa endi biron haftadami yo oyda yana yangi partiya ekish boshlanadi. O'shanda ko'rsataman xudo xolasa. Unda shu ustiga bo'z tortib, suv sepiladi. Endi mana shu sizlarda karam ko'chatlarni yetishtirib berish nimalari ham bormi, yo'qmi? Zakaz asosida yetishtirib bera olasizlarmi, yo'qmi obunachilarimizga? Ha, mana shuning hammasi hozir bu yerda 375 ming dona ko'chat bor bu yerda o'zida. Ular hamma shu zakazga bo'lgan. Asosan qayerga olib ketadi bular? Endi bu xudo xolasa nimaga? Qashqadaryo viloyatiga olib ketiladi. Vodiyga, Toshkentga, hamma joyga qilib bera olasizlar demak, ha? Xudo xolasa, agar zakaz bo'lsa, mana aziz do'stlar, agar o'zlaringiz karam ko'chatlarni yetishtira olmasangiz, mana shu Saidul akamizga murojaat qilsalaringiz, mana shunday karam ko'chatlarni, ajoyib karam ko'chatlarni sizlarga yetishtirib berishda ham yordam beradi. Yaxshi, suhbatimizni davom ettirsak-da, mana bu endi buni qancha chuqurlikda ekiladi, mana shular haqida ham bir karam ko'chatlarni yetishtirish sir-sinoatlari haqida ham bir gapirib bersangiz. Endi bularni urug'ini ekish davrida shu taxminan 1,5 santimetr chuqurlikda ekiladi. Urug' birinchi biogomus to'ldiriladi kasetalarga. Keyin ayollar bor, o'zlari belgilab chiqib, keyin usti ko'mib chiqiladi. 1,5 santimetr toza biogomus sepiladi, boshqa hech qanaqangi aralashmalar qo'shilmaydi. Keyin necha kun davomida sug'orib turiladi bu? Buni agar yoz faslida ob-havo issiq bo'ladigan kunlar bo'lsa, bir kunda 2 mahal sug'oriladi. To ko'karib olguncha. 3 kun, 4 kunda ko'karadi. Endi mana shu ko'chatlarda sog'lom bo'lish uchun nima tadbirlarni qo'llaysizlar? Bizlar endi asosan bunga hasharotlarga qarshi, keyin ildiz rivojlantiruvchi oziqalar beriladi. Sir bo'lmasa qanday oziqalar berasiz? Endi hasharotlarga nima? Nurel degan Shveysariyaniki, Xitoyning dorilari bor, shundan. Keyin oziqa, ildiz rivojlantirishga Ekorot degani bor. Entogumin degani bor. O'shalardan beriladi. Endi bu karam ko'chatlar necha kunda tayyor bo'ladi? Bular 40 kunda ekishga tayyor bo'ladi. Bular endi sal 10 kun o'tgan vaqti, lekin vaqti o'tsa ham turaveradi bular. Ekish oldi qanday tadbirlarni amalga oshirish kerak? Masalan, ochiqlikka o'rgatish kerakmi? Mana shular haqida ham gapirib Mana shu do'galarda ochiqqa o'rgatilish uchun birinchi asta-asta ochib, shamollatib kelinadi. Birdan agar ochib tashlaydigan bo'lsa, bular najr bo'ladi, yosh bo'ladi. So'lib qoladi. Shuning evaziga bular bir hafta davomida o'rgatiladi. Agar yozgi mavsumda bo'ladigan bo'lsa, ustidagi nima to'rsetkalar tortilgan bo'ladi. O'sha to'rsetkalar ochib, u ham bir 10 kun oldin o'rgatiladi. Issiq nimaga dalaga chiqish oldin. Yaxshi. Mana aziz do'stlar, mana bu kasetamiz. Saidul aka, bu kaseta nechtalik bu endi? Bu 160 talik. 160 talik kaseta. 3x3, chuqurligi 5. Chuqurligi 5. Bunga qancha biogomus ketadi endi? Endi biogomusning namligiga qarab, shu 2 kilodan 3 kilogacha ketadi. 2 kilo ketadigan bo'lsak, demak qarang, do'stlar, 2 kilo biogomusimiz hozirgi kunda narxi 3000 so'm bo'ladi. 1,5 ming so'mdan bo'lganda 3000 so'm bo'ladi. 3000 so'mga mana 160 ta sog'lom ko'chat olishingiz mumkin aziz do'stlar. Agar yerga qilgan bo'lganingizda buni yarmini pateriya qilib, ya'ni yarmini
50% yo'qotgan bo'lardingiz bunday ko'chatlarni. Shuning uchun sizlarga tavsiya qilamiz, mana shunday biohumuslarga qilishni tavsiya qilamiz, yerga emas. Albatta. Bu sizning iqtisodingizga juda ham katta cho'ntagingizga nima foyda keltiradi. Demak, biohumusda qilsangiz ham sog'lom ko'chat. To'g'rimi? Xuddi shunday. Ham buni keyin ochiq dalaga o'tkazganda ham bundagi xatoliklar bo'lmaydi. Bexato tutib ketadi. Shunday ekansiz ekkandan. Mana azizlar. Ham buni mahsulotni yetish davri ham 10 kun 15 kungacha farq qiladi bunda. Oldinlaydi demak. Oldinlaydi yerda bo'lgandan. Yerda bo'lib qaytadan yangitdan ildiz chiqarib unib olguncha bular bemalol o'sha yozning issiq kunlaridan foydalanib, demak stressga tushish hollari kamroq bo'ladi. Chunki deganda mana biohumusni o'zi namlikda ancha saqlab turadi, ham tomirlari hech qanday zarar etmaydi. Zararlanmaydi. Shuning uchun aziz obunachilar, mana shunday chiroyli kasetalarda qilishni tavsiya beramiz sizga. Endi bu hozirgi kunda dehqonchilik ham zamonaviylashib ketyapti. Albatta. Saydulla aka, buni masalan brokoli ko'chati, karam ko'chati mana shu. Buni urug'ini qayerdan olasiz? Urug'ida qancha bo'ladi? Necha puldan olasiz urug'ini? Shular haqida ma'lumot bersangiz. Bu o'sha Sakata firmasining Naxos degan urug'i. Buni o'zimizni bozorda hozirgi kunda shu Surxondaryo viloyatida 480 ming, 500 ming atrofida turibdi bir pachkasi. Unda 2,5 mingta ko'chat bo'ladi, urug'. 2,5 ming dona urug' bo'ladi bir pachkasida. Yaxshi. Shunda endi har bir ko'chatni narxi 200 so'm bo'lar ekan demak. Shu 190-200 so'm atrofida aylanadi bir dona ko'chatni o'zi, urug'ni o'zi. Urug'ni o'zi mana do'stlar 190 so'm, 200 so'mdan aylanar ekan. Mana endi buni to yetishtirguncha buni tayyorlab berasiz-ku mana mijozlaringizga, klientlaringizga tayyorlab berganingizda necha puldan tayyorlab berasiz buni? Endi mana bu shu Qashqadaryoga zakaz olingan bu. Necha mingta? Bu yerda 375 ming dona bor. Keyin yana bitta yerimizda bor, unda 500 ming oshiqroq 1 million atrofida olingan zakaz. Endi bular katta ob'yom zakaz bo'lgani uchun. Necha puldan olgansiz mana shularni? 180 so'm bir dona urug'. Urug'ni yetishtirib nima qilib berishingiz shunchadan. 180 so'm xizmat. Sizga hozir faqat urug'ini olib bergan xolos, ha? Ha, faqat urug'ni olib bergan. Biohumus, kaseta hammasi o'zingizdan. Ha, faqat men uni tayyorlab yetishtirib beraman. Javobgarligi ham bizning zimmamizda. Demak, aziz do'stlar, mana 1 milliondan oshiq dedingizmi buni? 1 millionta borda. 1 millionta ko'chatni mana Saydulla akamiz 180 so'mdan tayyorlab beryapti ekan. Kasetasi, biohumusi hammasi o'zini hisobidan. Faqat mijoz bularga urug'ini olib bergan xolos. Endi bizning mijozimiz ham o'zing urug'ni ol degan, endi ishonchli, sifatli joy bo'lishi kerak deb. O'shancha o'zimizni nimada. Agar undan kamroq 30 ming, 50 ming, 100 ming dona bo'ladigan bo'lsa, necha puldan tayyorlab berasiz buni? Uni ham endi kelishib qilamiz, hech kimni xafa qilmay qilib kelyapmiz. Mana 1 gektarga qancha ko'chat ketadi mana shu? 1 gektarga 40 ming dona urug' zakaz beriladi. O'shandan 37 ming dona ko'chat ketadi. Agar agatlar oraligi 60 lik bo'lsa, 37 ming, 38 ming ko'chat ketar ekan 1 gektarga. Mana azizlar, 37 ming, 38 ming ko'chat 1 gektarga ketar ekan mana shu brokoli ko'chatimiz. Endi buni 1 gektardan qancha hosil olish mumkin? Endi o'rtacha 15 tonna atrofida, 15 dan oshiqroq. Bo'lmadi degandachi? Agar yer sho'rligi bo'lmasa, zax bo'lmasa, bu brokoli yer tanlamaydi. Yer yaxshi bo'lsa 15-17 tonna hosil olish mumkin ekan. Yer yaxshi bo'lsa 20 tonnagacha bemalol hosil olsa bo'ladi. Hozirgi kunda buni kilosi qanchadan bo'lyapti? Hozir mana shu bugun 1-aprel oyi bo'ladigan bo'lsa 2025-yil 15 ming olinyapti. Kilosi 15 ming olinyapti. Surxondaryoda 15 ming. Har bitta mana shu ko'chatdan demak 500 gram, 700 gram olish mumkin, ha? Shu eng bozorgir holati shu 700 gramgacha, 500 gramdan 700 gramgacha eng hozir chiroyli holati. Mana shularni 16 ming, 17 ming so'mdan olyapti ekan do'stlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu Saydulla akamizga murojaat qilib, mana shu karam ko'chatlari haqida
bemalol ma'lumot olishlaringiz mumkin. Bundan tashqari boshqa karam nimalarni ham, navlarini, turlarini ham Saidul akamiz ko'chat qilib beradi o'zlari. Bemalol murojaat qilib so'rashlaringiz mumkin do'stlar. Nechtalik bu? 160 talik mana shu. Bir jarayonni ko'rsatib bersangiz bularga. Mana bunday ustiga to'kiladi. Biogomusda o'zi bular. Ha, shu biogomusga juda e'tiborli bo'lish kerak. Asosiysi bu biogomusda bular. Mana bunday qilib to'ldiriladi burchaklari. Mana bunday chuvalchanglari ham bor. Agar chuvalchangi ko'p bo'ladigan bo'lsa, bir marta dori sepiladi. Chunki bu chuvalchanglar tirik bo'ladigan bo'lsa, urug'larni qimirdatib, havo kirib, uning chiqishiga xalaqit beradi. Agar shunday mana bunday biogomus ko'p bo'ladigan bo'lsa, shu nurilmi yoki bironta ximikal dori sepilsa, abrobotga qo'yarlar. Ha, shunday. Mana azizlar, chuvalchanglari ham bor ekan ichida. Chuvalchanglarda ehtiyot bo'lamiz ekan. Chuvalchanglar urug'ni yemaydi-yu, lekin mana shunday urug'larni joyidan qimirlatib, o'zgartirib tashlashi mumkin ekan harakatlanganda. Mana shunday to'ldirib olinadi. Shu to'ldirib olingandan keyin keyingi jarayon qanday bo'ladi? Keyin buni to'ldirib bo'lgandan keyin uni belgi qo'yib chiqaradi mana o'rtasidan. Mana o'rtadan belgi qo'yib chiqiladi, xuddi shunday qilib. O'rtadan mana shu barmoq bilan qo'yib chiqiladi. Mana shu jarayon bo'ladi. Keyin bu qo'yib chiqilgandan keyin urug' tashlanib chiqiladi. Endi hozir bizda urug' yo'q edi bunga. Urug' tashlab chiqilgandan keyin usti yana xuddi shu biogomus bilan tashlanadi-da ustiga. Keyin usti mana qo'l bilan tekislab tashlanadi. Bu biogomuslar mana bu tuproqlarga o'xshab zichlashib, qotib qolmaydi. Mana shunday qilib urug' tashlangandan keyin ustiga nima tortiladi? Bo'z. Oq. Yozda kunida. Yozda kuniga ham namlikni yo'qotmaslik uchun ushlab turadi. Bo'z to'shaladi. Bo'z ustidan keyin yana suv quyiladi. Bo'z ustidan suv quyiladi. Endi bo'zni shu ko'chat urug'larning 80% unib chiqqandan keyin olib tashlanadi. Ungacha turib turadi. Bir 20% qolgandan keyin qolgani ham keyin chiqib kelaveradi. Asosan shu bir 80% ko'karsa, keyin bo'zni olib tashlaydi. Mana aziz do'stlar, qo'limizdan kelgancha sizlarga karam ko'chatlarini, brokoli karam ko'chatlarini qanday yetishtirishni qo'limizdan kelgancha o'rgatdik. Agar sizlarga mana shunday chiroyli, sog'lom, baquvvat karam ko'chatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Saidul akamizga telefon qilishlaringiz mumkin. Barcha viloyatlarga dostavka qilib tayyorlab beradi mana shunday karam ko'chatlarni. Saidul aka, sizga katta rahmat. Sog' bo'lasiz, omon bo'lasiz. Hurmatli do'stlar, kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yasiz va like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab tursangiz, juda ham xursand bo'lardik. Xayr, sog' bo'lingizlar.